Ders tugagan tursa, Bekirning tajribaxonada nima ishi bordi? Qara uningga. Men bilmadim. Balkim bir narsani unutib qolgan bo'lsa, shuni og'ili keldimikin? O'tgan haftadan beri tajribaxonaga kirib boqmagan tursak, nadiki narsa ekan u? Men bunda o'ylab qoldim. Cho'qim tajribaxona soymonlarini. Hey, sen zaten nima demoqchi? Aniqroq degina. Meningcha u cho'qim tajribaxonadagi soymonlarni o'g'irliqli kirgan gap. Hay. Boshroq. Shap chiqama. Hey, sen to'g'ri aytganda qilsan Jumo Husayn. Uning sumkasida liqqida saymon turdi. Biroz ko'rib qolmasin degandek oldirabli chiqib ketdi. Yura, uning kayniga tushib berib qarab boqayli. Saymonlarni nega opirdi-ki? Men onu bu yerdan ko'ramadim. Men qo'rqyapman Husayn. Qo'rqma Ahmad. Biz hozir maktabimizning mol-mulkini qo'g'dayapmiz. Asta ichiga kirib, sumkasida nimalarning borligiga qarab boqamiz. Jura. Qandoq kiramiz amsa? Shunchalik ishlarni tushunmamsan. Bekirni yo'qlab kelgan bo'lib kiramiz. Imtihondan keyin uni ko'rmaganligimizni aytamiz. Mushunda qilsak bo'ladi, menga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. İmtihandan keyin sen bilan ko'rishamoqdik. Shunga seni yo'qlab keldik. Qani, ichiga kiringlar. Dadam buyurgan ishlarni qilaman deb, ozroq oldirash bo'lib qoldim do'stlar. Sog'-salomat turganliging uchun xursand bo'ldik. Nima ishchisizlar do'stlar? Bir stakan choy bo'lsa bo'ldi. Bekir. Mana men dada. Hey, yura, berib qarab boqayli. Dadasi bilan nimalarni deyishyapti-ki? Ishning yo'qligida marab boqayli demoqchimisan? Ha, shunday qilayli. Men sal qo'rqyapman. Tez bo'la. Husayn, Bekir tajribaxondan ib chiqqan narsalarni qaytarib olsak, maktab mudiri bizni mukofotlaydi. Ha, to'g'ri aytding. Bo'la amsa, vaqtni o'tkazib o'tmayli, menga. Ahmad, men hech nimani anglamayapman. Ostroq gap qil. U sezib qolmasin. Ko'raladingmi? Yo'q, hech nima ko'rinmaydi-ku. Bekir. Ishkinglar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Yo'q. Hech qilmadik. Ishkinglar bizni maravotganmidinglar? Yo'q, biz marimidoq. Biror ayvoningizda marg'inimiz yo'q. Sizlar haqlarni morab kuzatishning Alloh taolo harom qilgan ish ekanligini bilmamsizlar? Uni bilamiz. Sening maktab tajribaxonasida nima olganligingni bilib boqmoqchi edik. Uning bilan sizlarning nima ishinglar? Tajribaxonaning uskuna saymonlari maktabning mulki. Bir hisobda hammamizning mulki emasmi? Meni tajribaxonadan bir narsani o'g'irlab ketdi deb qolgan o'xshamamsizlar. Shundoq. Sen tajribaxonaga kirganingda somkan qop-quruq edi. Chiqqaningda bo'lsa, somkanning ichi to'shib ketibdi. Qaraganda sizlar xato o'ylab qolgan o'xshaysizlar. Amaliyotda Bekir tajribaxonaga mening xalatlarimni og'ilib olgan. Apsi xalatni yuvib qo'ymoqchi edi. Xalatni og'amiding? Sizlar ishkinglar mening ustimdan yomon gumonni qilib, meni moridinglar. Bundaq marlash gunoh bo'lmaydi. Biz faqat maktabning mulkini qo'g'dash uchun shunday qildik. Musulmonni marisi gunoh bo'ladi. Mening haqqimda yomon gumonda bo'ldinglar. Yomon gumon qilishni Alloh taolo cheklagan. Harom. Kelinglar bolalarım, men sizlarga tushuntirib qo'yay. Xo'sh, bolalarım, Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: mu'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ya'ni oiladagilaringlarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Mu'minlarning gunohini izlab, ularni tantanglab yurmanglar. Musulmon degan boshqa musulmon qarindishining aybini izdisi bo'lmaydi. Alloh taolo va payg'ambar alayhissalom bizni bunday qilishdan to'sigan. Alloh taoloning mu'minlarning aybini izlamanglar degan so'zning ma'nosi musulmonlarning sirlarini, shaxsiy ishlarini paylab yurmanglar. Alloh taolo yo'qolgan ayblarini ochmanglar deganlik bo'ladi. Payg'ambarimiz mundoq degan: "Tingtinglab yurmanglar, ayib izlab yurmanglar, adovatlashmanglar, qaydishib yurmanglar.
Allohning qayrindosh bandalaridan bo'linglar. alloh taolo mo'minlar nurg'un gumonlardan saqlaninglar, ya'ni oiladagilaringlarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Mo'minlarning aybini izlab ularni tangtanglab yurmanglar deyish orqali gumonxo'rlik bilan tangtanglashning o'rtasini bir-biriga bog'lagan, chunki ayb izlash gumonxo'rlikqa sabab bo'ladi. Undaqda biz faqat boshqalarning sirtqi qiyofatiga qarabla baho beralaydi ekanmiz, shundaqmi? Shundoq. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam: agar sen musulmonlarning ayblarini izlasang, ularni buzisan yoki buzishga toz qolasan degan. Payg'ambarimiz yana bizni ogohlantirib mundaq degan: ay, tillarda iymon etib qo'yib, iymon dillariga kirmaganlar. Musulmonlarni aldimanglar, ularning aybini izdimanglar. Kimiki qarindishining aybini ko'chilasa, Alloh taolamo u kishining aybini ko'chilab, uni rasvo qilib o'tadi. Bu haqda yana Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan mundaq bir vaqalik bor. Abdurrahman ibn Avf Madinada Hazrati Umar bilan birga bir kecha ko'zatchilikka chiqibdi. Ular ketib o'tib bir uydan chiqayotgan chiroq nurini ko'rib, shu tarafga mengibdi. Yaqin kelib qarasa, oldida eshiklari taqalgan bir uy turg'udak. Uy ichidan varang-churung ovozlar anglanayotgudek. Hazrati Umar Abdurrahmanning qo'lini tutib turib, "Kimning uyi ekanligini bilamsan?" deb so'rabdi. Abdurrahman "Yo'q" deb javob beribdi. Hazrati Umar "Bu Rabiya ibn Umayyaning uyi ekan. Ular hozir sharob ichib o'tibdi. Qanday qilamiz?" debdi. Abdurrahman "Biz shu topda Alloh to'sqan ishni qilib soldik. Alloh taolo tangtanglamanglar degan. Biz maravatimiz" debdi va u yerni tashlab ketib qopdi. Bizni kechirib o'tgan Bakir. Shundaq Bakir, bizni kechirib o'tgan. Sen to'g'riliq ikki qitim xatolik sodir qildik. Dastlab sendan gumonlanibdik, keyin seni tangtanglab yuribdik. Kechirib o'tdim. Alloh gunohinglarni mag'firat qilsin. Biz va'da beraylik. Buningdan keyin sening aybingni izlab tangtanglamaymiz. Buningdan keyin uningmi, boshqalarningmi aybini izlab yurmanglar.